Assalomu alaykum, hurmatli Kiber Dataford kanalining faol kuzatuvchilari hamda obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda o'sha Telegram bot yaratganimizda aytgan vaqti, ya'ni kodsiz sayt yaratishni ko'rib chiqamiz degan edik. Xuddi shunaqa. Bugun biz sizlar bilan birgalikda kodsiz sun'iy intellekt yordamida sayt yaratamiz. Ya'ni kodsiz deganda biz kod yozmasdan yaratamiz, ya'ni uni kodi bo'ladi. Ya'ni kod bo'ladi. Buni olgan holatda PyCharm yoki Visual Studio'da qaysida bo'lsa ham bizga ishga tushirib, yana uni serverga qo'yib ishga tushirsak bo'ladi yoki shu saytni o'zida ham mini app ko'rinishda yoki web ilova ko'rinishda ishga tushirsak bo'ladi saytimizni. Asosiysi sun'iy intellekt biza o'ylagandaqa, ya'ni biza bergan texnik topshiriq asosida bizaga sayt yasab beradi. Hurmatli kuzatuvchilar hamda foydalanuvchilar, bundan oldingi qo'ygan videolarimizni ko'pchilik ko'rmoqda, lekin statistikani ochib ko'rganimizda ko'plab obunachilar kanalga obuna bo'lmasdan kuzatmoqda videolarni. Agar bizning mehnatimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangizlar, kanalga obuna bo'ling, like bosing va komment izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim va biz keyingi videolarni davom ettirishga harakat qilamiz. Bundan keyingisi Stamp app yordamida pechat tayyorlashni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, demak boshladik. Bizga birinchi o'rinda nimalar kerak bo'ladi? Google Chrome yordamida Bolt News saytiga kirib olamiz. Bolt News saytiga kirganimizdan so'ng bizga mana shunaqa oyna ochiladi. Xo'p, bu oyna ochilgan paytda bizga Get Start yordamida ro'yxatdan o'tishni tanlaymiz. Xo'p, bu yerda Google accountingiz orqali ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib olamiz, hammasiga ruxsat beramiz. Va mana bizga asosiy oyna ochildi. Bu yerga biz texnik topshiriqni yozishimiz kerak. Bu sayt bizani yozgan texnik topshirig'imiz asosida bizaga o'zimiz xohlagan saytni tuzib beradi. Buni kodlarini zip ko'rinishda saqlanib qolib, keyin o'zimizga tushirsak ham bo'ladi, o'zgartirishlar kiritilgan holatda yoki saytni o'zida ishga tushirsak ham bo'ladi. Xo'p, nima sayt tuzamiz? Menda hozir ideya bor. Ya'ni qanaqa ideya? Bizada masalan hozir boshqa mamlakatlardan keladigan turistlar oqimi juda ko'p. Bizning saytimizni vazifa bajarish kerak. Ya'ni turistlar o'zining mamlakatiga turgan holatda O'zbekistonning tarixiy obidalarini kelib aylanish uchun joylarini ushday formatda ko'rishi va o'sha turgan joydan bu yerdan yotoqxona zakaz qilishi, bron qilishi va taksi xizmatlaridan, umumiy barcha xizmatlardan foydalanish uchun sayt tuzib ko'ramiz. Xo'p, saytni ChatGPTga yozirsam ham bo'lardi texnik topshirig'ini, lekin qo'lda yozib iloji boricha maksimal aniqroq tarzda tuzamiz. Qani boshladik. Xo'p, mana tezdan ham yozib oldik, ya'ni texnik topshiriqda sal vaqt ko'p ketdi. Shuning uchun videoni tezlashtirdim. Keyin o'zlaringiz uchun qanaqa texnik topshiriq yozmoqchi bo'lsangiz, hammasini bajara oladi 100%. Xo'p, demak boshladik. Enter bosamiz va jo'natamiz. Xo'p, agar bizani tokkelarimiz qolsa, bundan keyingini mini app ko'rinishda, ya'ni nima deydi, Notcoin'ga o'xshagan yoki Hamster Combat'ga o'xshagan mini app ko'rinishdagi saytlarni yaratishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, mana saytimizni tuzmoqda, kodlarni yozib, mana ishga tushirmoqda. Barchasi juda ajoyib tarzda bo'lmoqda.
Xo'p, kod yozish jarayoni, ya'ni sun'iy intellekt o'zida kod yozib bormoqda, har bir amalni bajargan holatda. Shuni vaqt ko'p olishi mumkin. Videoni sal tezlashtiraman, lekin o'smaslikka harakat qilaman. Ha, aytib o'tganda, agar saytimizni ishga tushirib bergandan keyin mana bu yerda mana eksport bo'limidan biza mana shu kodlarimizni, faylimizni download, ya'ni ko'chirib olish tarzida zip papkada ko'chirib olsak bo'ladi. Mana bu yerda bu qismda bizada qaysi modellar va qaysi oynalar yaratilib bo'lganini ketma-ket yaratib borayotganini ko'rsatib bormoqda. Bu faqat sayt tuzmaydi. Bu Bolt News sayti ham Telegram bot tuzib bera oladi. Shuni ham aytib o'tishim kerak. Mini app ham tuza oladi, web app saytlarni ham tuza oladi, ya'ni chat botlarni ham tuza oladi. Men faqat sayt ko'rinishida sizlarga ishga tushirib ko'rsataman. Agar bizada mana bu yerda mana bir martalik bepul token ko'rishimiz mumkin, 1 million bo'ladi. Biza 847 kasini ishlatdik. Ya'ni 847 ming token ishlatdik, adashmasam. Agar yana tokenlarimiz qoladigan bo'lsa, mini app ko'rinishda sayt yasab ko'rishga harakat qilamiz. Bu yerdan pulli versiyasini olsangizlar, juda ideal tarzda sizlarga saytlarni yana tuzib bera oladi. Xo'p, kutamiz. Agar kanalimiz rivoji uchun o'z hissalarini qo'shmoqchi bo'lsangizlar, kommentariyada silka qoldiramiz, havola qoldiramiz. Shu havola orqali o'tib, kanal rivoji uchun xohlagancha donat qilishinglar mumkin bo'ladi. Yanada sifatliroq kontent chiqarishimiz uchun o'z hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Xo'p, mana oxirgi kod yozib bo'lindi va ishga tushirib beradi. Bizda xatolik ko'rsatyapti. Xatolikni to'g'rilab qayta ishga tushirishni so'raymiz. Ozgina kutamiz. Xatolikni yana qaytadan ko'rib chiqib, yana bizga qayta ishga tushirib beradi. Xo'p, agar xatolik chiqaradigan bo'lsa, o'sha xatoliklarni olib tashlashi kerakligini yoki qaysidir bo'limda bo'lsa, o'sha bo'limni qayta to'g'rilab berishini yozdim. Bu premium versiyada xatolik bo'lsa, xatolikni qayta to'g'rilashga knopka orqali bossangizda qayta to'g'rilab berishi mumkin bo'ladi.
Lekin bepul versiyada tokenlarimiz kamligi sababli biza ko'p topshiriq bera olmaymiz. Shuni hisobga olgan holatda agar sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, to'lov qilib ishlatsangizlar bo'ladi. Adashmasam mana oylik har qancha tokenlar bor. Misol uchun $20 ga bir oyga 10 million token beradi, 26 million token beradi. $50 ga $100 ga bir oyga 55 million token beradi va $200 ga 120 million token beradi. Har bir tokenni ishlash jarayonini ko'rsangizlar bo'ladiki. Xo'p, orqaga qaytamiz. Mana bizning saytimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, saytimizni ishga tushirib berdi. Buni to'liq ekranda ko'rishimiz uchun deploy qilib ishga tushirsak ham bo'ladi. Deploy qilgan paytimizda bizda web app havolasini beradi. Ozgina kutamiz. Mana bizga havola berdi. Shu havola orqali bossak, bizani saytimizni tayyor modelini chiqarib beradi. Xo'p. Mana bu yerda xizmatlar, valyuta kurslari, hammasi bor. Tarixiy joylarni ko'rish, O'zbekiston tarix obidalari. Bu yerda endi sun'iy intellekt aniq rasmlarni ola olmagan, shuning uchun mana bu yerda nomlarni va o'zlaringiz uchun aniq rasmlarni olib qo'ysangizlar bo'ladi. Batafsil ma'lumot bo'lsa degan bo'lsak, batafsil ma'lumotlar chiqadi. O'zbekiston sayohati, O'zbekistonning go'zal va tarixiy obidalari, mehmonxonalar uchun servislarni kashf eting. O'zbekistonda yaratilgan bog'lanish uchun aloqa raqamlari bor. Bularni o'zingiz qo'ya olasizlar. Foydali tarixiy mehmonxona taksi xizmati. Mana taksi xizmati ham bor. Yandex taksini chaqirish uchun knopkalar hali to'liq 100% holatda ishlamayapti. Aktiv holatda bularni o'zingiz keyinchalik aktiv holatga chiqarib olsangizlar bo'ladi. Lekin asosiy qismini yaratib beradi. Bosh sahifa, tarixiy joylar, mehmonxonalar, mana mehmonxonalar xizmatlari, ularning ichida nimalar borligi barchasi bu yerda ko'rinib turibdi. Taksi xizmatlari bor, valyuta kursi mana bu yerda mana hammasi ayni vaqtdagi holatda yangilangan. Bu yerdan konvertatsiya qilish orqali valyuta kursini ko'rsa bo'ladi. Xo'p, men faqat o'zbekcha ko'rinishda tuzdim. Misol uchun tilni o'zingiz 3 xil, 4 xil, 5 xil til qo'shadigan bo'lsangizlar, shu tillarni tanlagan paytlaringiz o'sha tilda o'zgaradigan qilib tuzib bera oladi. Bu juda sodda ko'rinishdagi saytni tuzdirdim. Sizlarni agar qanaqa murakkablaringizdagi saytlaringiz yoki o'ylagan g'oyalaringiz bo'lsa, uni bemalol tuzsangizlar bo'ladi. Hozir endi mini app hamsterga o'xshagan web app tuzib ko'ramiz. Xo'p, buning uchun yana boltniga kiramizda, yangi ekranda mana ana shunaqa. Xo'p, yozamiz. Xo'p, mana mini app ko'rinishdagi web ilovamizni ham tezisini, ya'ni texnik topshiriqni yozib oldik. Endi mana shu texnik topshirig'imiz asosida bizga tuzib berishi
kerak bo'ladi. Mana bu yerda nima vazifalar bajarishi, ya'ni bu sayt nima vazifalar bajarishi haqida batafsil ma'lumot berib o'tmoqda. Ya'ni sizning topshirig'ingiz asosida bu o'zi uchun aniq topshiriq yozib oladi. Siz topshirig'ingizdan kelib chiqqan holatda nima funksiyalar bajarishi mumkin ekanligini mana shu yerda to'liq ko'rsatgan bo'ladi. O'qib olishingiz mumkin. Tokkelarimiz tugab qolmasa, bizda hozir aytganimizdek mini app ko'rinishida sayt tuzib berishi kerak bo'ladi. Xo'p, sabr qilamiz va kutamiz. Boshida o'zbek tilida tuz deyish yodimdan ko'tarildi. Mana hozir ingliz tilida tuz beradi. Sizlar doim texnik topshiriq bergandan keyin o'zbek tiliga tuzish kerakligi haqida ma'lumot berishlar kerak bo'ladi. Xo'p, adashmasam bizning tokkelarimiz tugadi. Shuni hisobida to'xtab qoldi. Xo'p, men bu texnik topshiriqni olamanda, agar bunda hozir tokkelarda muammo bo'ladigan bo'lsa, qayta boshqa akkauntimdan tuzib ko'rsataman. Menimcha unda muammo yo'q. Xo'p, agar mana shu hamster kombatga o'xshagan sayt tuzmoqchilar bo'lsa, bunda ham ancha foydaliroq qolib tushsa bo'ladi. Ya'ni bu orqali masalan bosishda qanaqadir asosga bog'lasangizlar, o'sha tangani bosgan paytda odamlar qanaqa foyda ola oladi, ya'ni qanaqa manfaat bo'ladi ularda. Mana shu narsalarni aniq biladigan bo'lsangiz, aniq qiladigan bo'lsangiz, maqsadni o'yinni tashkil qilsangizlar bo'ladi Telegramda. Chunki hozir juda ko'p bunaqa o'yinlar chiqib ketgani uchun odamlar ishonmay qo'ygan bu narsaga. Shuning uchun aniq yechim bo'lsa sizlarda, xudo xolasa bu tuzgan o'yinlaringiz sizlarga albatta katta foyda olib kelishi mumkin bo'ladi. Xo'p, ko'ramiz, bizga saytimizga ish tushirmoqda mana. Mana ustiga bosgan holatda tangalarimiz oshmoqda. Agar tokenimiz yetsa, shuni hozir o'zbekcha variantga qilib ber deb aytamiz. Mana bizning tokenlarimiz tugadi, ya'ni siz limitingiz tugadi deyapti. Shuning uchun siz ya'ni upgrade qilishingiz kerak deyapti. Upgrade qilish uchun bizga to'lov qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni saytda ochamiz. Yo'q, ochmadi, chunki deploy qilib ko'ramiz. Qani deploy qilsa bizga tushirib beradi ekan. Deploy qilamiz, bizga tushirib beradi hozir. Web app ko'rinishida. Yana shu bilan bir qatorda mana bu yerda mana qaysi formatda ochinglarni ko'rsangizlar bo'ladi. Saytni shu formatda ko'rsatadi. Misol uchun telefonda ochadigan bo'lsangiz, telefonda ko'rsatadi. iPhone 16 boshqa xohlagan telefonlarni tanlaysizlar, o'shanda qanday ko'rinishda bo'lishi bu yerda ko'rinadi. Xo'p, biz havola orqali kiramizda ekranni to'liq holatda ko'ramiz. Mana tangalarimiz shu yerdan bosiladi, mana bu yerdan yangilik olinadi, bu yerdan yana qanaqadir bilet olsak bo'ladi. Xullas, mana manfaatli holatda mana buni bosganimizda tangani nimagadir sarflasin, nimadir foyda olsin, bu yerdan foydalanuvchi shu asosida mana misol uchun
Mana bu yerda 1000 ta coin bitta olmosga teng deyilmoqda. Mana coinlarni oshirgan holatda, keyin mana bu yerdan olmosga almashtiradi. Olmosni esa Notcoin'ga yoki boshqa coinlarga almashtirish mumkin bo'lsin. Bu hozir ingliz tilida chiqarib berdi, lekin to'liq holatda o'zbek tiliga tuzib bera oladi. Juda zo'r. Buni orqali ancha daromad qilsa bo'ladi Telegramda. Mini-appni mana buni havolani olgan holatda Telegram botga o'sha mini-app chiqishi mumkin bo'lgan web appga mana shu havola qo'yiladi va tugmani bosganda xuddi shu havola Telegramda ochiladi. Xo'p, kimda nima tushunarsiz bo'lgan bo'lsa yoki kimda qanaqadir savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingizni so'rayman. Yana bir marta aytib o'taman, kanalga maksimal obuna bo'lib, kuzatsangizlar, xudo xohlasa sizlarda barcha pullik narsalarni bepul taqdim etishga va o'z bilim darajamizni ulashib borishga harakat qilamiz. Shu bilan bir qatorda, agar kanal rivojiga, ya'ni kanalimizda sifatli kontent chiqarishga o'z hissanglarni, ya'ni o'z mehnatinglarni qo'shmoqchi bo'lsangizlar, kommentariyada yoki izohlarda yoki Telegram kanalimizda donat havolasini qoldiramiz. Kim qancha donat qilmoqchi bo'lsa, kanal rivoji uchun donat qilsangizlar, xo'p, sizlarda yana kelgusi videolarda sizlarga foydasi tegadigan va manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Eng muhimi, videoga like bosing, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va kanalga obuna bo'ling. Siz bilan Kiber Datafort kanali bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin.